Birinci bölüm xuşu hasıl qiladigan ve onu kuchaytiradigan omillar. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selam ala Resulillah. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Tövende diqtanlarga Şeyh Muhammed Salih el-Muneccid Hafizahullah'ın namazda xuşu hasıl qilishning 33 chorasidan birinci bölüm xuşu hasıl qiladigan ve onu kuchaytiradigan omillar temasini o'qiymiz inshaalloh. Ba'da billahi mineşşeytanirracim. Xuşu hasıl qiladigan ve onu kuchaytiradigan omillar. Birinci, namazga loyiqida tayyorlik qilish. Masalan, muazzinga agishib azondagi so'zlarni takrorlash. Azondan keyin sunnatda ko'rsatilgan tuvandagi duoni qilish. Allahumma robba hadihi da'vati tamma was-salatil qa'imah آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Tercümesi: Bu mükemmel davetinin ve berpa kılınadigan namazının Rabbi boğan ey Allah, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemge vesileni ve faziletni ata kılgın. Uni sen onunla va'da qilgan maqomi mahmudga ulaştırgın. Azan bilan qomat orasida duo qilish. Tahorat ilishdan ilgari bismillah deb tahoratni komil ilish ve tahorat ilib bo'lgandan keyin mush chaqda o'qiydigan tuvandagi duoni o'qish. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. Guvahlık berimen ki Allah'tan başka ibadetke layık ilah yoktur. O yeki yiganıdır. Onun şirki yoktur. Ve guvahlık berimen ki Muhammed Allah'ın bendesi ve elçisidir. Ey Allah, meni tevbe kılgıçılardan ve paklanğıçılardan kılgın. Birazdan keyin Kur'an okuş aldıda turgan eğizni misvak arqılıq tazılaş ve xushpurak qilish. Bu vaqtda Resulullah aleyhissalatu vesselam şundaq degan. Tercümesi: Eğizinglarni Kur'an üçün paklanglar. İmam Bezzar toplagan ve bizde bu hadisning buningdanmi yaxshiroq sanadi yo'q degan. Kashful Astar 1'de 242. Şeyh Haythami bu hadisning raviylari ishonchlidir degan. 299. Şeyh Albani rahimahullah onun senedi ceyid degan. Es-Sahiha 1213. hadis. En yaxshi ve en pakiz kiyimlerini kiyish. Çünkü Allah subhanahu ve taala shundaq degan. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. Tercümesi: Ey Adem balları, her namaz öteydigan çığınlarda zinnetlendigan kiyiminglarni kiyinglar. Sure A'raf 31. ayet. Allah subhanahu ve taala bizning zinnetlenishimizga en layık zatdır. Bunundan sırt, güzel ve pakiz kiyim kiyish
zihinning markazlashishiga texmi foydali bo'lib, ish qilganda yoki uxlaganda kiydigan kiyimlar zihinni qalaymaqonlashtirdi. Biz yana avratlarimizni komil yo'gash, namoz o'qiydigan o'rinni pokizlash, namozga baldur tayyorlik qilib, namoz vaqtining kirishini saqlash, saplarni zich va tuz qilish orqali namozga hozirlanishimiz kerak. Chunki shayton saplardagi orliqlardan mangadi. Ikkinchi, namozdagi harakatlarni o'lchamlik ado qilish. Payg'ambar alayhissalatu vassalam namozdagi har bir harakatni, har bir ustixon o'z joyiga kelaligidek holatda intayin o'lchamlik ado qiladi. Bu hadisning sanadi Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning namozining sufti degan kitobda sahih deb baholangan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam namozni to'g'ri ado qilmaganlarga shunday qilishni tavsiya qilib, har qanday qilinglar mushunda qilmoqcha namozni to'g'ri ado qilgan bo'lmaysizlar degan. İmam Abu Davud to'plagan 858 hadis. Abu Qatada radiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, Rasululloh alayhissalatu vassalam eng nachar o'g'ri o'zining namozidan o'g'irligichidir deganda, uningdan ey Rasululloh, kishi qandaqsiga o'zining namozidan o'g'irlay oladi deb so'ralibdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ruku va sajdani to'g'ri ado qilmaslik orqali o'g'irlaydi degan. İmam Ahmad va İmam Hakim to'plagan Sahihul Jami 997 numaralı hadis. Abu Abdullah Al-Ashari radiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, Rasululloh alayhissalatu vassalam shunday degan. Tarjimasi: rukuni to'g'ri ado qilmagan va to'q cho'qigandek sajda qilgan kishi osh qolgan turuqliq bir yoki ikki talla xo'mi yegan kishiga o'xshaydi. Bu uningga hech qanday foyda bermaydi. Imom Tabarani Al-Kabirda to'plagan. Sahihul Jami'da Hasan deb baholangan. Namozdagi har bir harakatni o'lchamlik ado qilmoqchi xushu topolmaydi. Chunki namozni oldirab o'qish xushuga to'sqinlik qiladi. Namozni to'q cho'qigandek o'qish bo'lsa, kishini savobdan mahrum qiladi. Uchinchi, namozda o'limni yod etish. Rasululloh alayhissalatu vassalam shunday degan. Tarjimasi: namozinglarda o'limni yod etinglar. Chunki namozida o'limni yod etgan kishi namozni to'g'ri ado qiladi va kishining eng oxirgi namozini o'qigandek o'ylab o'qi. Şeyh Albani Silsilatus Sahiha 1421 hadis. İmam Suyuti Hafiz ibn Hajarning bu hadisini Hasan deganligini naql qilgan. Rasululloh alayhissalatu vassalam yana Abu Ayyub radiyallohu anhuga nasihat qilib shunday degan. Namozga turganingda vidolashish namozi o'qi. İmam Ahmad to'plagan 5-412 numaralı Sahihul Jami 742 numaralı hadis. Vidolashish namozidan maqsad qayta namoz o'qiy olmaydigan, ya'ni hayotidagi eng oxirgi qitimliq namozini o'qiyotgan kishining namozidir. Namoz o'qigan kishining hamon bir kuni o'lishi, shundaqla ma'lum bir qitimliq namozning uning eng oxirgi qitimliq namozi bo'lib qoladiganligi shaksiz. Shunga u o'qiyotgan namozini xushu bilan o'qish kerak. Chunki u shu namozning o'zining eng oxirgi qitimliq namozi bo'lib qoladigan, qolmaydiganligini bilmaydi. Alhamdulillah, yuqorida
Şeyh Muhammed Salih el-Muneccid Hafizahullah'ın namazda huşu hasıl qilishning 33 çaresi namlı kitabıdan huşu hasıl qiladigan ve onu küçeytadigan amillardan birincisidan üçüncüsügacha angladinglar. Axirini keyin qitimliq o'qishimizda davomlashtiramiz inshaalloh. Ve sallallahu ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.